Assalomu alaykum, yaxshilar, bormisizlar, omonmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Qani Sergeli moshin bozorida nima yangiliklar? Xullas do'stlar, tez obzorini ko'rsatib o'tamiz. Yil probek, kraska i narxi. Dangal obzor qilamiz. Qani nima yangiliklar bor? Bu tomonda eskilik do'stlar. Hozircha yangilik bormi? Nissan yo'q, o'sha eskilik. Tez yil probek, kraska i narxi. Shu tez obzor qilimiz uchun, dangal obzor qilimiz uchun bitta like bosib qo'ysa, bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz do'stlar. Xuddi mana shunday inomarkalarga propan, metan ustanovka bo'ladigan bo'lsa, Gulistonga o'tasizlar, Nurbekka. Xullas qanday bo'lasa do'stlar, butun O'zbekiston bo'yicha narxlarni surishasizlar. Oxiri Nurli ustanovkaga borasizlar-da. Xullas shu joyda shunday qilib beryapti. Qani qanchaga qilib berasan? Xo'jazor nomidan kelyapmiz deb biroz aytib qo'ysanglar sizlar uchun do'stlar. Assalomu alaykum aka. Bitta chotki narx qilib beradi, garantiyasini beradi. Bo'lmasa obzor boshladik. Bugungi sanamiz bu 19 mi bugun? 19-oktyabr haftaning yakshanba kuni soat millarimiz 13:28. Assalomu alaykum. Tuzingmisiz? Charchamayapsizmi? Narxini kelishaylik. Qani o'tgan safarga? Narxini anunga ishonib qo'ydim. 808 bo'lishdim. Yerga urib tashlashyapti-yu. Undan ko'ra tepaga turish kerak. Odamlarda pul yo'q hozir. Baribir endi misol uchun biz ham buni olganmiz-ku, biz rasxod qilamiz. Rasxod. To'g'risi, bu mashinani men hozir normalniy tiqib qo'yganman-da bunga. Xullas 200 so'm foyda bo'lsa sotaverasiz. Yo'q, 200 ga kim ishlaydi shuncha? Ishlamaydimi? Yo'q, it ishlamaydi. Yo'q, bir xil endi aytib turdim. Misol uchun palon pulga qo'yamiz. Mana qarangda. Misol uchun hozir mana men buni misol bo'lish 808 deyapman. Mana 100 bo'lganda men misol shuncha pul tikib $200 men bozor o'zini qarang kirib chiqish. Kuniga bor, shanba oldiki betga 200-250 ming pul ketadi-da, o'zingiz o'ylang shanba oldiki. Bu bitta bozorda sotib olsangiz yaxshi. Buni bir xil tushunishmaydi-da. U bilasiz, sizlardan keyin telefon qilishadi, 808 окончательный narx. Oxirgi narx. Yo'q, tushib bering. Aka deyman qo'ying. Mana shu Toyota. Lekin mashina yo'q. Ishi yo'q. Zo'r mashina bular bor. Yo'q, o'zi normalniy pul tiqib qo'ygan. Unchaga buzilmaydigan avtomashina. Yo'q, o'zi hadovoy pulni yangi qilganman-da. Motorlari idealniy, korobkalari idealniy. Qavatda o'sha siznikidan keyin rosa подписчиклari qavatda tushib bering deyveradi. Erta qarang videoni, erta Hurjon aytgan oxirgi narxi 808 taqalgani o'zi 9.5 so'ralyapti misol uchun. Hozir qancha 808 berib yuborasizmi oxiri? Bo'ladigani, unaqa demang-da. Do'stlar, endi oxirgi muzlagan joy 8800. Oxiri. Yo'q, mana qaranglar, do'stlar. Qanaqa uradi? Oxiri $1000 shu avtomashinaga minus qildilar. Bo'lmasa 9000 deysizda, yo'qsa 9000 deb 8800 ga, xullas muzlagan joyi 8800 ekanlar do'stlar. Yili necha edi? Yilini bir ko'rsatib o'taylik. 2007 Toyota Camry 2007 179 ming yurgan. Do'stlar, mana gaplashib ko'ringlar. Oxirgi narxi 8800 deb turishibdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi, oxiri 8800 ga yetib qo'ydim. Do'stlar, bosh og'rib, ana ko'rdingizlar, bosh og'rib kerak emas edi. Bo'ladigan bo'lsa 8800 ga baraka deb turibdi. O'zi 9900 aytilishi oxirgi narxi. 9900 aytib turib, 8800 oxir bo'lay narx beraman deb turibdi. Ko'raveramiz. Bu sizdan budi? Yo'q, Malibu 2. Salom. Siz chaqayapsiz, kayfiyatlar yaxshimi? 2017 variantda. Men reklama qildim. Bo'ldi, o'tamiz aka. Mers kimdan ekan Mers? Tomonda. Aka sizdanmi? Mers, lekin ajoyib-ku bu. Kimdan ekan egalari? Kimdan aka narxi nech pul ekan? 16 ming. 26. Sandanmi ukam? Egasi. 2 litrli kompressor. Yili necha ekan? 18. 2008 mi? Lekin tanniq bo'lib turibdi-da, bor, o'zi odam his qilib turibdi bu narsani. Egasi yo'qmi? Bu atrofda emasmi egasi? Ketdimi? Yaxshi. 28 mingmi so'rayapti. Bo'ldi, ko'raylik qani. Lekin statsiyani vaqti tin. Assalomu alaykum. Qanday yozib? Charchamayapsizmi akam? Kayfiyatlar yaxshimi? Tuzukmisiz? Yaxshi, rahmat. Siz o'zi qayerdansiz? Asli Jizzax. Taktubim Jizzax. Sirdaryoda bitta nimani gazchini reklama qilasiz. Sirdaryoda gaz qo'yishni biladimi? O'zi yo'q, bundayda, misol uchun butun O'zbekiston bo'yicha o'zi koni Sirdaryo Guliston. Yo'q, konkurensiya ko'pligiga nisbatan narxlar arzon. U yerda ustalar ko'pchiligi professional, yo'q. Bor endi har xil.
Metan apxasinda. Metanmi? Metanga. Propan bo'lsa bo'ladi. Agar qarang, metaningiz bo'ladigan bo'lsa, shunday yo'l yo'lakay kirib o'tsangiz, shunday diagnostik tekin qilib beradi. Nima dedingiz otini? Ha? Oti Bunasi ot Nurilla. Nurullami? Ha. Guliston qayerda? Guliston telefon qilasiz, bitta diagnostik tekin qilib beradi. Nimaga direktorga O'taverasiz. Narx-navo ham bir-birini surishtirib, propan qo'ydirib olsam deb. ha, propanlarni ham bemalol qo'ydirib, mazza qilib yurasiz. Garantiyasini berib turibdi. Eng kattasi nechilik propanda? Propan endi ulardan aloqaga chiqib so'raysiz. 63 talik. 63 taligini bilmadim, men Sizlar qancha bo'ladi. bilasizlar, professionalsiz. Mayli, biz ishni qilayotgani u Prado 2013. O'g'limga bitta mashina olib beray deb olib chiquvdim. Aha. Ko'ryapmiz hozir. Yo, ko'ring, yaxshi mashinalar ko'p bozorda. Mercedesmi? Qani Prado kimdan ekan? 13. 2013-yil 74 ming yurgan. Narxlar bo'lsa, bitta 40 atroflari bo'lish kerak. Egalari bormikan? Sizda keyin bitta bola bor, bo'yi uzunroq. Ana brat, Hamyonbop. Hamyonbop, ana yurtdi brat. Uni biz ko'rib olaman-da. Ha. Xo'p. Yaxshi, davom etamiz. Mayli, amaki, sizga omad. Sog' salomatlik. Diagnostika tekin. Agar propanlaringiz tekin bo'ladi. Ha. Bir ko'rsatib diagnostika qilib berish. Topaman. Bo'ldi. Kimdan ekan bersa aka? Narx-navo nech pul ekan? Ha? Kimligini bilmayman. Tomosha egalari. Kelsa, egalar ko'pchilik bo'lmaydi. Kimdan ekan ukam? Sotildi, voy egasi sotildi. Ha, sotildimi? Toyota kimdan? Camry'mi? Salon. Yo, Toyota Avalon. Avalon qanday? Yil, probeg, kraska, narxi. Nasib qilingan. Aha. 192 ming probeg. 192 ming. Motor chalimdi. Kuchar. Nech pul so'rayapsiz? 13 dan. 13. Beskulchoy do'stlar ishlaydimi? Bunisi bilmadim. Tirik ishlar ekan. Ishlar ekan. Uxlandi? Yo'q. Tushunib bo'lmadi. Avalon salonlar qarang, qani keng. Ha. Keng ekan salonlari, koja salon ekan. Qaranglar, bu endi nimalarda ishlaydimi? Elektronikalar ishlaydimi? Nech pul so'rayapsiz? 13 danmiz. Bozor so'radimi? Hozir hali so'ragan yo'q. Ha, orqadan qaranglar, keng. Bu nimada yuradi? Benzin, gaz, Benzin propan. benzin propanda yuradi. Benzinda 12 ta 13 ta. 12 ta. Ishi yo'qmi? Yo'q, ishi yo'q. Ha. Probeg qancha dedingiz? 192 ming. Ha. Kraskalari? Qolni aslish qilingan. Ana, yo'q, suyagi urilgan. Ha. Bagaj ham keng ekan-a? Yumshoq mashina. Ha, Nech pulga bermadingiz? 12,5 dedi. Real 12,5 ga so'radimi? Yo'q, hali bunaqa 12,5 deb bir qiziqdi. Lekin hali olarmani. Endi yiliga qaranglar, mashina haqiqatan zo'r, lekin bozor tortmaydi-da. Agar 10 ming atroflar bo'ladigan bo'lsa, nima deylik? Endi o'zlari bor 10 ming so'raydi, so'raganlar ham. Boshlaydi, 10 ming berasizmi aka deydi, 9,5 ming berasizmi deydi. Gapni qo'ymaymiz. Mol sizniki, mashina sizniki. Qiziqqanlari bo'lsa, 10 dan tepasida, to'g'rimi? 10 dan tepasimi? Telefon qilib ko'rasizlar. Telefon qilsaman, nomerlarimiz bor. Ha, texnik ishlar yo'qmi? Yo'q, yo'q. 98lik 115 05 04 2007 192 ming yurgan. Yaxshi, ishlaga omad, sog' salomatlik. Bu kimdan? Nissan bor ekan, 2008 21 ming yurgan. Ya narxi 7 ming dollar ekan do'stlar. Nissan'da. Xo'p, bu yoqda. 2006. Bu ham Nissan do'stlar. 2006 366 ming yurgan. Narxi 7200 dollar ekan. 2006-yil 366 ming yurgan. Oqran. Xo'p, bu yoqda. Mers. Narx nech pul ekan? 5000 so'rayapmiz aka. Kimdan ukam, sandanmi? Salom, yaxshimisiz, sizmisiz? Qani qisqacha bir obzori. Yil, probeg. 400 ming yurgan, Aha. 203 kuzov, 208 motor. 208. Rasudlar zo'r qilingan ekan-da. Texnik ishlar bormi yo'qmi? Bu mana shu yo'q, elektrikasi, motor hadovoylarni hammasi javob. Hammasini oladi, ha? Okamlar kraskasini ko'rib turibdilar. Bemalol shu. Endi bu mashina bor. Endi bu mashina detallari bor. Yo, shuncha yil yurib endi kraskasi bo'lsa, yo'qmi, to'g'rimi? Yo, bu kraskasi bo'ladi, baribir. Bunaqa qilib qo'ygan kraskasini. Nech pul? Bozor real so'radimi? So'rashdi, okey, xolos. Bu qarang, motorlar uslub qilinganmi, radnoy motor holatlarimi? Yo'q,
Motor usulit qilingan, vixlari bor. Ha, o'xshatlari bor. Ata hamma yo'radimi? Bu biratdan emas. Bu benzin turadimi? Bu ham benzin yuradi. Benzin turadi. Nechmi so'radi bozor? 5000 so'rab turamiz. Hozir. Lekin diskalar ajoyib ekan-a, oldi kiriloladi. Aka, men shu aniq aytib beraman shu moslama. Rossiyadan olib kelgansizmi? Gap yo'q. Qiziqish uchunmi? Aha. Gap yo'q, zo'r. Yo, ko'rib berasizmi 50-100 dollarlarga? Yo, salon tiniq ekan-ku, ukam. 5000 narximi? Bozor so'radimi? Nechmi so'radi? 4200? 4200 ga berilmagan ekan mana. Ko'rishingiz mumkin. Lekin do'stlar, ko'ringlar, ma'qul bo'lsa bosib oringlar. Men молодежь, mana shu qator uylanmagan bolalar uchun yaxshi variant. Xo'p. Bo'ldi, 4200 so'ragan bo'lsa, uylanganlarga endi bunday qarasangiz, молодежь stilda bu. Kapot bor ekan-a? Xo'p. Mayli, telefon nomerlar? 99lik 304 3004. 3004 telefon qilaverasizlar. Mayli, ishlarga omad. Rahmat. Yo'da BMW. Assalomu alaykum. Ya doda, Inamarkaga o'tib ketasizmi? Nima qilasiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? JMchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Ha, u ham yuryapti. Ha, JM Inamarka. Kimdan ekan BMW? Sizdanmi aka? Yo'q, bizani yuryapti. Ha, bu yo'da. Xo'p. Yangilikmi aka? Ha, keling. Assalomu alaykum. Yaxshi, просто. Aka, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Nima yangilik aka? O'tgan safar bormidi, yo'qmidi bu? Yo'q, bu endi keldi. Qanday bir xarakteristikasi qanday bo'ladi? Hyundai Sonata gibrid. 2014-yil, kraskasi top-toza. Polniy fuli. Tomlari panorama, cruise control, klimat kontrol. Bitta propan zapravka bilan 250 ming bilan tok bilan aralashib yurganda 700 kilometr yuradi. Yo'q, 500 yurib bersin, aka. 180 ga zapravka qildim, 600 yurdim, hali o'chmadi, aka. Gap yo'q. Nechta so'raysiz? 100%. 15 ming davomimiz. Butib beramiz, aka, ozgina. Buni qildi, bu narsa qildi, narx qildim bozor. Qilishyapti. Qancha o'tib yozir, ya'ni dangal. Dangal 14,5 qilib beramiz. 14,5. Taqalgan. Aka, o'zim chetdalar, divideniyadalar. Lekin salon holatlari chotki ko'jalari. Ish yo'q-a? Yo bormi? Yo'q, ishi yo'q. Oladimi nari? Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa bosaverasizlar. Telefon nomerlar nechi? 90lik. 816 66 68. 66 68. Yana bormi yangiliklar? Mana shu bor mana. Bo'ldi. Tida bor mana arzonchiroq agar qo'yaman desangiz mana. 6,5 ga. Qani Nissan Tido. Shaharga zing etib yurishgan. Rasxod sal ko'proq lekin burada. Yo'q, ekan ishli bo'ladi. 7 ta bo'ladi. 7,5 ta bo'ladi rasxod. Benzin juradimi bu? Benzin. Qanaqa? Benzin abi, Bekzod. Kraskalar qanaqa ekan? Mana shu o'ting shuni o'zi. Qarang, ma'lumot berib yuboring. Kraska bormi? Asvishti bo'lgan-a? Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzingmi? Charchamasdan, kayfiyatlar yaxshimi? Tuzingmi? Qanday o'saysiz? Yaxshi, Xudoga shukr. 2008 236 ming yurgan. Nissan Tido do'stlar, mana ko'ringlar. Qancha bozor so'radi real? 6,5 so'rayapmiz, aka. Foydasi bor. Kelishiring. Narxi bering. Endi misol uchun bozor endi 4800 dan 4500 dan boshlaydi. Endi bozor holati shunday. Bunaqa narxga yo'q. Bunaqa narxga yo'q, to'g'ri, yo'q. 5000 bo'lsa beraverasiz, xullas. Yo'q, 5 ga bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Ovoz Inamarka aytgan holda 1000 dollar o'tib beryapti. O'tirmasangiz uyat bo'ladi. Kelishtirib beramiz, telefon qilaverasiz, aka. Texnik ishlar yo'qmi? Hech qanaqa ishi yo'q. Tayyor mashina. Balonlari yengil, salonli tinu. Aka, videoga oling, sideniya, Mexanika ekan. obshivka. Ha, mexanika. Yaxshi, bo'ldi. Necha pul deb qo'yaylik? 5 mi? 508. 508 mi? Endi mayli. Necha aka, o'zingiz ham bozorda tushunasiz narxni. Sastayanadi, aka. Chiqimi xarajati yo'q mashinani. Telefon nomerini qoldirib qo'yaylik. Qani kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaversa, nechilik? 94lik 811 1181 raqamga aloqaga chiqaveradi, to'g'rimi? Elektromobilimiz bor. Bo'ldi, o'tamiz u yoqdan. MG mi? Ha. Ovoramizmi? Hop, Mana orqasida. qarang, hozir men bitta so'raylik, narx-navolarni. Bo'ldi. Captiva kimlar ekan Captiva aka? Narxi 23 ming dollar ekan, 6000 kilometr yurgan 2024 Captiva 5. Sizdanmi aka? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Nechta bu narxini yozib qo'yibsiz, ha? 23 ming kam bor.
Tindiqmi hamma yog'i? Bu Dubai variantmi, Xitoy variantmi? Ha, o'zimizniki, o'zimiz zavod. ADM. 7 o'rindiqli. Bozor so'radimi aka? Bozor 21 ming qilishdi aka. 21 ming qilish bermadingiz. Qancha? 22 ming, 21 ming 800 ga bor ekan. 22 kilo bo'lsa beramiz. 22 ga oxiri. Holati stok holati o'tiribdi. Ha, propan gazi ham bor ekan-a. Pul nomerlar qoldirib qo'yamiz. 91lik 528 44 43. Sal kelishib o'tib beramiz sunnatiga. 22 ming 500 o'tib beramiz. Ha, panoramasi bor-a? Panorama bor. Panorama. Premier orqalarini ham oldik. Ha, bo'ldi. Men telefon nomerlar qoldirib qo'ydikmi? Telefon qilaver, mayli aka. Xo'p, nomerlar qoldirdikmi? Bir qaytarib o'taylik yana. 91lik 528 44 43. Xo'p, dal yuramiz. Men BMW. Kimdan ekan aka? O'tgan safar chiqaruvdik-a? Chiqaruvdik. Nima bo'ldi? So'rab turibdim telefon qilib. So'rashyapti. Kelishamizmi? Nima bo'ladi yo? 9 aka. Ha? 9 olib ko'rish. Oxiri narx 9 ming deysizmi? Shunaqa aka. Urilganlarni ham 12 ming qo'yib qo'ygan o'likisi. Bir qisqa xarakteristikani aytib o'ting. Hop. M43 motorda. Aha. 46. Motor hadovoy korobkaning ishi yo'q. 4 amortizator alishtirganman. 8,5 tonna 9 taga tushadi. Uzoq. Rasxod, ha? Mexanika. Ishi yo'q, qolgan ishi yo'q. Oxiri 9 bo'lsa beraverasizmi? 9 bo'lsa beraman. Bozor necha pul so'radi o'zi? Bozor 8,5 qilib bermadi. Ha, 8,5 bermadingiz. 8700 bo'lsa ham barakada 200 qo'shib yubordik, to'g'rimi? 8-7 bo'lsa baraka. Qolgan ishlar yo'q, do'stlar. Ko'rib gaplashib ko'ringlar. Qani telefon nomerlar? 99 937 9007 aka. 9007. Yaxshi ishlarga omad, gaplashamiz. Xo'p, bu yoqda Lexus bor edi, do'stlar, keling. Abdulloh, yur, ham yoqda Lexus ko'rsatib o'taylik. Ashep, nima gap? Lexus necha pul ekan? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Bu rest qilinganmi? Bilmadim, lekin yo'q, bu o'ziniki 19 ga. 19. Necha pul ekan narxi? 70 qancha dedi, so'radim. 570 talik ekan-a? Ha. Hech qanday. Yaxshi rahmat aka. Nima bo'ldi? Kutib o'tiribmiz. Yana bu hafta Qimmat aytyapsiz aka, sal kelishirsangiz. qimmatlar bor. Ko'ring, bersin. Telefon qildim bolalar. Xizmat qilyapti. Endi kuni kerak-da o'zi. Xaridor kelishi kerak. Ha, o'zi Yana xudo kuni xohlasa bo'ladi. bu hafta bitta sarin topib kelaman. Yana biz aloqada. Bo'ldi. Ishlaysiz omad aka. Mayli. Charchamang, elektromobilmi? AMG. AMG necha pul ekan narxi shularda? 48 ming yurgan toza mashina aka. Ha. 17,5 so'rayapman. 17 tani. Ofitsialnisi bu yerda ochilgan vaqt servilda bor salonlari. Salon necha pul turadi ular? 40 qancha ming ham sotilgan deyishdi. Yo'q. Shuncha 40 qanchami? Yengilligida. Ha, 22. 22 kirgan edi. Ha, 22 42 48. mingmi shunaqa? Necha pul turibsiz narxini? 17,5. 17. Yomkisi qanaqa bo'ladi? Bitta zarikir qancha yurib beradi? 410 talik. Zapas qo'ydi. Ha, 370 380 yuryapti. 370 ta. yo'q, lekin elektromobil tarixida misol uchun 450 ko'rsatsa, lekin agar bosib haydasangiz 300 lar yurib beradi. Bossiz ko'payaveradi. Spokойно yursiz. 60 ta yursangiz, siz aytganga endi unchalik bormasa ham sal 50-60 zazor bilan yurib beradi. 60 dan oshmasangiz. Komfortida nimalar bor ekan komfortda? Xullas, mana ko'raverasiz. Kamerasi Kraskasi tozami? toza, aka. Kraska toza. Mana ko'ringlar, AMG. Orqalari ham baxmay ekan. M6C ekan. Mayli, qo'yib qo'yamiz. Kim qiziq bo'lsa telefon qilaveradi. Telefon nomerlar? Nomerimiz 99 837 20 21. 20 bo'ldi. Ishlarga omad, charchamang. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Ha, bu yerda tuzumsiz Xurshid qani? Ye, shep. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz, tuzumsiz? Yaxshimisizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? O, Nissanmi? Buni ham
o'chirib ket. Ha, yaxshimi devorlar? Sizdan aka? Qarang do'stlar. W211 2009-yil yurgan, 2009-yil 173 ming yurgan ekan. Avangard ekan do'stlar. Propani ham bor ekan. Motor 272. Yo'q, qaytsam telefon qilaman. Hozir narxini so'raymiz do'stlar. Qani? Xo'p. Urishishdan yaxshimi? Aka, charchamayapsizmi? Ovozimni pasaytirib qo'yaylik bir. Hoppa, avtor chiqib qolmasin, salon cho'tka ekan lekin. Shep bu narxini nechga so'rayapsiz? Qaysini? 21. 21 ming. Qancha? 21 ming. Ha. Salonda 21 ming qo'yib sal kelishiring narxini. Ya keyin sen nomingdan kelsa, bar Xurshid bilasan, senga anaqa bor. Ha, endi Avangard, qiziq bu, yaxshi. panorama, lyuk, koja. Yarim koja, lekin holat zo'r ekan lekin. Nima, bozor bironsiz deyishdimi? Mana. Mana mashinasi. Ko'ryapti. Kraska. O'zi, ha. Bitni mana mashina. Mana shu yerda o'zi qolgan joy tinmami? Ha. Qarab olaveradi yana. Rasxodlarni ko'pchilik so'raydi. Benzinda bir 15 tadan yesa kerak. Xurshid puli ko'payib ketdimi? Nimaga aka? Yuribmiz burchak. Deyman bu ham. Yo'q aka, xullas ham pulni kelishsak, bozor yana so'ragan bo'ldimi? Beraman degani? Endi ketyapti. Kimdir endi. Bilasan, 16-17 so'raydi. Chama qancha o'tiribdi o'zi? Shu gaplashamiz endi Xurshid. degan emassan. San nomingdan kelsin kelishtirib yo'q qilib yumshoqroq qilib. Bo'ladi. Men buni ham olib o'radim. Telefon nomerini qoldirib qo'ying, bo'lmasa. Ha, telefon yozilgan. Telefon nomerini yozib qo'yamiz. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar, gaplashib ko'ringlar. Va realni pul tashiyman deganda do'stlar 1000 ming o'tib beradi menimcha. 98lik 38 86 38 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisi Nissan. Kelishtirib beradi. Yumshoqroq qilib beriladi. Bo'ldi, yes aka, xudo xolasa. Nissan, bu qisqacha xarakteristikasi. 2009. Aha. 220 ming yurgan, yangi motor qo'yilgan. Aha. 30 ming yurmagan hali motor. Yangi motor almashgan, dokumentlar hammasi qilingan. Chotki motor, ходовой, korobka zo'r. Yonlarida udarlari bor, oldi bilan orqa but-but. Inomarka bilasan-ku, stoyka. Suvagi butun mashina. Yurib turgan, hech qanaqa ishi yo'q. Elektronika hamma narsa ishlaydi. Gap yo'q. Nech pul so'rab turibsiz aka? Короче, 9,5 so'rayapman. Kelishtirib beraman. 9,5 kam bor. Bermadim. Nechtasi keldi? Sandan ham keldi odamlar. Ana qali bola Jizzaxlik nimada ota hozir kelib ketdim, bratchika. Jizzaxlikmi? San bo'y bashapga yurardi-yu. Nodir emas, unisi boshqa. Kamoliddinmi? Nodir emas, Kamoliddin. Kamoliddin hali Nodir pul ko'payib ketdi-yu. Ha, 8 ming o'shani klienti ham qildi. Bermadim, 8 ming. 8 mingdan kepa bo'lsa gaplashamiz. Gaplashamiz. Bo'ldi, aloqa uchun nomerni qoldirib qo'yamiz. 97 464 33 32. Bular 2,5 litr atmosfera bo'ladimi? 2,5 atmosfera. Gaz ham qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi aka. Metan ham mana olmasa ham bo'ladi. Bo'ldi. O'zi qochib yuraman deydi. Qaragan chog'imda anaqa. Aka, bo'ldi. Joningiz Nomerni qoldirdik. bo'ldimi? Bo'ldi, rahmat aka. Yuribmiz aka, soyalaringizni. Bo'ldi, joningiz Shu yerda, xo'p. Nechinchi bo'ldi? 23,5 bo'lgan bo'lsa, yana nima yangiliklar bor do'stlar? Yangiliklar imom qana mashina ekan, Toyota ekan do'stlar. Shuni bitta ko'rsatib o'taylik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? Nechga so'rayapsiz? 22 ming. 22 ming. Bu gibridda, to'g'rimi yo chista elektrasimi Toyota? Koreyskimi yo Yapon? Toyota yaponlarga bo'ladi-a? 2000 bo'l elektr. 51 ming euro kraskasi o'zi. Narxi 22 ming. 22 ming. Bilmadim endi qanday o'zimizni elektromobillarga qiziqish, ko'pchilik kimgadir elektromobil yoqadi, kimgadir benzinli. Xullas do'stlar, mana narxlarni ko'rsatib o'tdik. Agar yana oluvchilar bo'lsa, do'stlar, baribir 1000 ming o'tib beriladi. Chunki hech qaysi, misol uchun, mashin bilan shug'ullangan biznesmen akalar ham do'stlar aytgan narxda sota olmaydi. Shu bois do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa do'stlar, xato kamchilik bo'lsa ushmisizlar, so'kmisizlar, xudo xolasa sizlarga kerakli. Avtomashina albatta kommentariy yozib qo'ysangiz harakat qilaman ko'rsatib o'tishga. Yaxshi kunda ko'rishuncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar, charchamanglar.